Workly kompaniyasiga 2012-yilda asos solingan. Xodimlar boshqaruvini avtomatlashtirish bozorida eng tajribali kompaniyalardan biri. Workly tizimi har qanday miqyosdagi va har qanday yo'nalishdagi biznesning xodimlar boshqaruvi jarayonlarini avtomatlashtirishda yordam berish maqsadida yaratilgan. Bizning portfelimizda chakana savdo, umumiy ovqatlanish, ovqat yetkazib berish, e-commerce, taksi xizmatlari, avtomobil ishlab chiqarish va boshqa sohalardagi yirik kompaniyalar bilan hamkorlik mavjud. Ish vaqtini hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirish kunlik rasmiyatchilikni qisqartiradi, amaliy ishlangan vaqt uchun to'lovlarni tejaydi va xodimlarning intizomini oshiradi. Bu rahbarlarning ham vaqt sarfini tejaydi. Workly'dan yechimlar kompaniyaga foydani oshirishga, jarayonlarni optimallashtirishga va boshqaruvni yaxshilashga yordam beradi. Workly intizomni yaxshilash va jarayonlarni avtomatlashtirish uchun zamonaviy yechimlarni taqdim etadi. Xodimlarning kelish-ketish vaqtlarini nazorat qiling, xodimlarning real mavjudligini kuzatib boring. Har bir xodimning samaradorligini onlayn hisobotlar yordamida tahlil qiling. Barcha xodimlarning, jumladan ishdan bo'shatilganlar, yangi ishga olinganlar, ta'tilda yoki kasalxonada bo'lganlarning ma'lumotlarini bulutda saqlang va boshqaring. Sizning biznesingiz ish jadvalini samarali rejalashtirmaslik tufayli qanchalik tez muammolarga duch kelmoqda? Workly sizga kerakli xodimlarni kerakli vaqtda, kerakli joyda bo'lishini ta'minlaydi. Har bir xodim uchun ish jadvalini bir necha bosish orqali oson yarating. Belgilangan ish smenalarini bajarilishini nazorat qiling. Jadval tuzishda tanaffuslar, ta'til, dam olish kunlari, kasalxonalar va qo'shimcha ish soatlari haqidagi individual ma'lumotlarni hisobga oling. Xodimlarning samaradorligini tahlil qiling, ish jadvalini tuzating va biznesingizning samaradorligini oshirish uchun ish faoliyatini to'xtashlarini minimallashtiring. Ish vaqti hisoboti va oylik maoshni hisoblash uchun sarflanadigan vaqtni qisqartiring. Workly sizni qog'ozbozlik, elektron jadvallar va hisob-kitob chalkashliklaridan xalos qiladi. Workly tomonidan ishlab chiqilgan avtomatik hisobotlardan foydalaning. Hisobotlar xodimlarning ishga kelib-ketish vaqtlariga asoslangan ma'lumotlarga asoslangan holda shakllantiriladi. Ularda ishga kelmaslik, kechikib kelish, erta ketish, kasallik ta'tillari, dam olish kunlari va qo'shimcha ish soatlari hisobga olinadi. Bizning jamoa Workly'dan yechimlar bilan sizning biznesingizni mijozlarga yo'naltirishga va uzoq yillar mobaynida ishonchli hamkoringiz bo'lishga tayyor.